Men ichkariga kirmayman lekin. Chaqirgan, belgilagan joyingizni ko'ring bo'ldi. Chaqirgan joyingizni ko'ring bo'ldi, belgilagan joyingizni. Ana, qatqarda zapravkani oldidan o'rgansanlar, ku. Qattasi bargat qiling mashinangizni. Bitta mashina men turibman zapravkani oldida, xola. Sariq zapravka. Sizni qo'laydi, rasman baraka topdi. Endi qayerdan bilaman, mendan xolamisiz, onamisiz, opamisiz, qayerdan nima deyish, nima dey? Astagfirullah. Baytar ichida o'rganki, baytar ichida kirmasdan turib, qatqarda ajdaniya beryapti. Hop, bo'ldi, men sizga hozir ko'rsataman qayerda urilganini. Men 20 yillik kliyentman-da, odam ahmoq qilib yaxshi narsa emas. Bo'ldi, opa chiqinchi, bir 20 yillik klient bo'lsangiz, bu ko'raychi sizni. Qayerga chaqirganingizni? Odam kasal holida ko'chada bo'lsa, ko'chada taklif qilib turardim. Men yozaman, hozir. Nima yozasiz? Shikoyat yozaman men. Qamat bormisizmi chiqib? Gap o'ynamang, baraka topsin, men sizni bir haligi mahrizni olib, sohibni bozorda qotib Siz ortiqcha gap siz qilyapsiz. Siz keling, men oldiga men sizga ko'rsataman qayerga chaqirganingizni. Siz birinchi kelib ko'ring-da, keyin gapiring. Men olib bormayman men sizni, bo'ldi. Qayerga chaqiribsiz? Haydang mashinani. Haydamayman mashinamni. Nega haydamaysiz? Haydamayman. Nega unda ajdaniya beryapsiz? Nima bo'lmasa ajdaniya beryapsiz? Xo'p, men qayerda turibman ekan? Men ajdaniya beryapsiz. Nima qilishim kerak? Men chaqirib. Haydang mashinani. Haydamayman men. Haydamayman. Yo'q. O'zi отказ qiling. 500 so'mni ham qaytaring. Nimaga men sizga qaytarishim kerak? Men sizga kelyapman 3 kilometrdan. Chiqgan muomalangiz uchun ham olib bormayman men. Kerak emas. Bo'ldi, kerak emas. Teshib chiqsin o'sha pul. Xo'p, mayli. Kimdan haq bo'lsa o'shani teshib chiqadi. Teshib chiqsin, iloyim. Bo'ldi. Boshqa gaplarga gapirma. Haydang mashinani. Haydamayman men, opa. Nima, meni pulimni olib qolaversanmi bo'lmasa? Men nima sizni pulingiz